Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Talabalar va ustozlarimiz o'rtasida qisqa challenge. Oliy diniy ta'lim muassasalari nechta va qaysilar? Ular qachon tashkil etilgan? Oliy diniy ta'lim muassasalari O'zbekiston Respublikasida 4ta. Birinchisi Oliy Mahal Toshkentda, ikkinchisi Mir Arab oliy madrasasi, uchinchisi Ilmiy markaz Samarqandda, to'rtinchisi Surxondaryodagi Oliy din hadis markazi. Imom Termiziy nomidagi oliy ta'lim muassasasi. Dunyoda nechta arab davlatlari bor? Arab davlatlari 20 tadan oshiq 22 ta. To'g'ri. Dunyodagi eng katta musulmon davlat qaysi? Eng katta musulmon davlat bu Indoneziya. Islom dini nechta davlatda tarqalgan? Islom dini dunyo bo'yicha 246 davlatga tarqalgan. Rahmat. Keyingi savolimiz. Afrikadagi eng katta musulmon davlat qaysi? Afrikadagi eng katta musulmon davlat bu Nigeriya davlati hisoblanadi. Muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining kitoblaridan kamida 5 tasini sanab bering. Ey bandalarim, tasadduq ya Rasululloh, fitna, inson qadri Va inson qadri va Rabboniy nidolar Rabboniy kitobini nidolar. solsak bo'ladi. Muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari qachon O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi etib tayinlangan? 2021-yil 19-oktyabr. To'g'ri. O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi qachon va qayerda tashkil topgan? 1943-yil Toshkent viloyatida tashkil Toshkent shahrida 20-oktyabrda 1943-yil. To'g'ri. O'zbekiston musulmonlari idorasi nomi qachondan boshlab qo'llaniladi? 1996-yildan To'g'ri. O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining birinchi muftiysi kim? Esonboboxon ibn Abdulmajidxon. To'g'ri. Yillarini bilasizmi? Yillarini nasib 1943-1957 yillarda muftiylik bor.